Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar, YouTube kanalimizda ashaddiy muxlislari. Sizlarga yangi dori haqida ma'lumot beraman. Birozdan so'ng. Hozir unga cho'r boshqa gaplardan gapiramiz. Mana hozirgi shu kunlarda bodringlar narxi tushgan. Juda ko'p dehqonlarimiz xafa. Lekin xafa bo'lmanglar. Sekin-asta mana narxlar ko'tarilyapti. Endi to'g'ri, nisbatan o'tgan yilga qaraganda nisbatan emas, ancha narxlar tushib ketdi. Xudoga shukr, mana sekin-sekin yana ko'tarilishda davom etyapti. Endi juda ko'p dehqonlarimiz yulib tashlayman, sarfiga yarasha bo'lmayapti, umuman qoplamayapti degan gap so'zlarni gapirishyapti. Biz hamisha sizlarga yaxshi maslahatlar berib kelganmiz. Hozir yana bitta shu qoplamayapti degan so'zlaringga, shu dehqonlarga yana bitta maslahat beramiz. Qoplaydigan darajada. Mana biz shu yerga 1000 tubga yaqin bodring ko'rsatayotganmiz. Lekin bizniki har xil 20 xildan ziyod bodring ko'chatlarimiz bor. Navlarimiz har xil, sinov uchun ekilgan. Qaysinidir bitta sorti kerak bo'lsa bir tomondan 3 paqirdan beryapti, ya'ni 30 kilodan beryapti. Qaysidir bir agatlarimiz 1 paqirdan bermayapti. Chunki bular sinov urug'lar. Bu sinov bo'lgandan keyin bu zo'r urug' deb hech qachon biz ayta olmaymiz. Buni ko'rib olgandan keyin holatiga qarab turib aytamiz. Shu 20 xilda ichida ham 4 qop, 5 qop uzib turibmiz. Xudoga shukr, ming marta 350 ming, 400 ming kun ora pul bo'lyapti. Shu nima deydi? 3-400 ming kun orani hisoblaydigan bo'lsak, 1 million atrofida bir haftada bodring sotyapmiz. 1 millionlik. Xudoga shukr yetadi. Ro'zg'orimizni mayda chuyda kamlariga hamda ozgina orttirishga ham yetyapti. Shuning uchun sizlar hamisha juda ko'p dehqonlarimiz sarfni qilaveradi bo'lmaydi deydi. Bu sarfni boshidan shu bodringga yarasha ishlaydigan, ya'ni ahamiyatlik, bersangiz ta'sir qiladigan narsalardan ishlatishlaringni tavsiya qilamiz. Yana bir bor aytaman, biz Agrifosni sizlarga taklif qildik. Ya'ni perinoparoz, o'sha qizil desant kasalliklariga qarshi tavsiya qildik. Ko'pchilik sepdi. Mana o'zimiz ham sepganmiz, guvohsizlar. Bodringlarimizda umuman hech qanaqa dog', sariq dog' yoki birorta petno degan narsa, hech narsa yo'q. Juda chiroyli. Sababi biz bodringlarimizni immunitetini ko'tarib, yoshligidan baquvvat qilib o'stirganmiz. Endi mana hozir sizlarga mana shu dorilar haqida ma'lumot beraman. Bilsalaring, men har yili har xil dorilarni bir sinab ko'raman, effekti borlarni sizlarga tavsiya qilaman. Xohlasangiz reklama deb tushuning, xohlasangiz tavsiya deb tushuning, ishlatib ko'ringlar. Mana shu super amafos dorimiz. Super amafos dorimiz mana. Buni afzalliklari eng birinchi tomir tizimini baquvvat qiladi. Ikkinchi, tomir tizimi baquvvat bo'lgandan keyin ko'chatingiz baquvvat bo'ladi. Ranglari qop-qora bo'ladi. Bu darajaga kelgandan keyin ancha-muncha kasalliklar o'zidan o'zi ilashavermaydi. Xo'p, mana shu dorini 100 ming so'mga oldim, 1 litri. Tomchilatib sug'orish orqali, bargidan purkash orqali ishlatasiz. Men bargidan purkamadim, chunki ko'proq tomiridan beryapman. Ko'chatligida ham berganmiz bu amafosdan. Mana ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Kaliy amafos berinsam, amafosni eritsa bo'ladimi yoki boshqa? Mana tayyor eritilig'i, hech qanaqa kapinisiz tiqilmaydi, boshqa bo'lmaydi. 1 litr holatda 1 tonna suvga shu 1 litrni berib bemalol sug'oraverasiz. Sizni o'sha ko'chatingizda bu bodring emas, pomidor, nima bo'lishidan qat'iy nazar talabini, fosforga bo'lgan talabini bemalol qondiradi. Bargidan sepish uchun 10 litrga 30 gram holatda ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, mana shu doridan mavsum boshidan beri ishlatyapmiz. Mana holatlarni ko'rib turibsiz. Xo'p, ikkinchi dorimiz mana shu mana shu dorimiz, mana Vitagarmon. Buni tarkibida qarang. Bor, kaliy hamda organik uglevod. Borda nima uchun sepamiz? Biz juda ko'pchiliklarga tavsiya qilganmiz, quyoshda kuydirishi bor yoki yaxshi gullamayapti. Shu paytda mana shu bor ishlatilishi kerak. Yana kaliy bor. Kaliy bu o'zlaring bilasizlar, mevani o'sha kurchak bo'lib qolishi yoki mevani kuyib tushib ketishi mana shu kaliy bilan borga bog'liq. Mana shu doridan nima deydi, vaqt bo'lganda
bir haftada bir marta yoki 4 kunda bir marta 10 litr suvga 30 grammdan qo'shib sepib qo'yapmiz. Mana natijalar, shu ko'zlaring bilan ko'rib turgan natijalar mana shu o'g'itlarni foydasi deb o'ylayman. Chunki boshqa narsa ishlatganim yo'q. Kaliy gumatni mana o'tgan yili ko'rsatdik, juda ko'pchilik foydalandi, rahmat dedi, foydasi bor ekan dedi. Endi mana shu ikkala o'g'itimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Yaqin joylarda bo'lsa, telefon raqam qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib so'rashlaring mumkin. Ikkovini litrini shu 100 ming atrofida oldim. Endi mana bodringlarimizga qarating, operatorimiz. Mana shu bodringlarimiz haqida ham ozgina ma'lumot berib ketamiz. O'ng tomonimiz ham, chap tomonimiz ham Turkiyani yangi urug'lari sinovga kelgan. Mana shu agatlarimizdan yaxshigina bodring uzyapmiz. Afsuski 30 tutdan ekilgan xolos, ko'rib turibsiz. Endi mana mevalarni ham juda chiroyli. Bizdan juda ko'pchilik Toshkentdan tashqari qolgan viloyatlar qora rangli bodring so'rashadi. Mana qora rangli. Bularda hozir nomi yo'q, nomer bilan kelgan. Xudo xolasa, mana bunisini rangi ham bundan ko'ra qoraroq. Mana qoraligi yaxshi. O'zimizning Oltiariq bozori ham qora bodringni yaxshi suyadi. Xudo xolasa mana shu videolarni kuzatib boraverasizlar. 20 xil bodring bor. Shuning ichidan bo'lmaganda 3 ta 4 tasi chiqadi. Sekin-sekin sizlarga tanishtirib boraveramiz. Hozir bu bodringlarimiz rosa massaga kirgani yo'q, ozgina bor. Xudo xolasa tez kunlarda bir rivojdan o'tgan yil kuzda ko'rsatganimizdek, sizlarga bir rivojdan bodringlarimizni har bir qatordan yurib, sizlarga bir rivojdan tanishtiramiz. Ma'qul kelganini tanlasalaring, keyin Turkiya bo'ladimi, Gollandiya bo'ladimi, bular bilan kelishilgan narxlarni sal arzonroq qilib sizlarga yetkazib berishni harakatini qilamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.